Ben Hamidova Maftuna, Marg'ilon shahridan kelganmiz, Farg'ona viloyati. Havo mazza mana hozir ko'lda biz, yomg'ir yog'yapti. Bizda juda issiq, 70-65 gradus issiq. Bitta muzday mazza havo. Maslahatim kelinglar, hammalar. Zo'r motivatsiya olib ketasizlar. Imanaqulov Talantbek, Bishkek shahrining arxitektura qurilish ko'zamolda boshqarmasining boshchisi. Hozirgi malda biz mana Batken rayonida, anın içinde Qadamjoy rayonida bizden direktor ve Nurtazin alib qo'yishning topshirmasinin negizinde degeli Batken shahrindagi, Batken oblasındagi kapitalдык qurilishlar, andan tashqari sotsialдык obyektlarni tig'iz ko'zamolda olib, ani sapattolug'ini tekshirish bo'yicha topshirmaning negizinde hozir ko'plagan obyektlarni tekshirib o'tamiz. O'shan bilan birga bizden hozir Şol Batken oblasındagi yaşouvchilarning maqsad ayilindagi suv masalasi bo'yicha boshqadagi qurilayotgan balabaqchalardan bu yilgi yildagi kapitalдык qurilishlarni tez araning ichida bitiruv, alarni ekspluatatsiyaga o'tkazish bo'yicha ish-chora negizinde hozirgi malda ish yurgizib жатабыз. Men Sodiqova Dildora, Farg'ona viloyati Quva tumanidan hamkasblarimiz bilan o'ynagan keldik Shohmardonga. İkinci Shveysariya, chet elga chiqishga hojati yo'q, mazza qilib kelib dam olinglar. Tabiat manzaralari, sharoitlar zo'r. Assalomu alaykum hurmatli o'zbek, qirg'iz qardosh xalqlari. Mana bugun biz Quva Farg'ona viloyatining Quva tumanidan dam olgan hamkasblarimiz bilan ko'hna, juda ham chiroyli, betakror, havolari toza, odamlari samimiy bo'lgan Shohmardonga dam olgani keldik. Biz bu yerdagi sharoitlardan juda ham xursandmiz. Barcha sharoitlar yaratilgan. Mana shu biz o'zimizni jannat makon yurtimizda bo'lgan mana shunday chiroyli joylardan doimo faxrlanamiz. Biz hech qachon chet ellarda dam olishni xohlamaymiz, havas qilmaymiz. Mana shunday chet ellarda tashkillangan joylarda o'zimizda ham, O'zbekistonda ham bor. Biz buning uchun qardosh qirg'iz xalqlariga ham azaldan biz bilan juda ham do'stona munosabatda bo'lgan. Mana biz o'zimizni qarindoshlarimiz ham Qirg'izistonda O'sh shahrida, Novqat viloyatlarida istiqomat qilishadi. Maqsad, eshitib turgan bo'lsangiz Nurila, ammajon sizlarga alangali salom O'zbekistondan. Xudo xolasa yaqinda boramiz Issiqko'lga. Ya'ni Issiqko'lda ham mazza qilib dam olib kelamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Hammalarni Shohmardonga taklif qilamiz. Turizm tashkil qilganlarga ming rahmat. Mazza qilib kelib, mana shu bundan ham chiroyli qilib, bundan ham yaxshi sharoitlar qilib, yana ham rivojlantirsa, boshqa davlatlarga kelayotgan nima dam oluvchilar juda ham hammasi ko'pchilik tashkil qilib kelishi mumkin dam olishi. Bundan ham qirg'iz o'zbek do'stligi uchun mana prezidentimizga minnatdor rahmat. Chegaralarimizni ochib tashadi. Bemalol mana Qirg'izistonga, Tojikistonga, boshqa joylarga dam olgani bemalol boryapmiz. Buning uchun yurtimizga, yurtboshimizga ming rahmat aytamiz. Qirg'izistonda xalqiga ham rahmat aytamiz. Biz doimo qirg'iz xalqi bilan do'st bo'lganmiz, bundan keyin ham do'stona bo'lib qolamiz. Do'stligimiz abadiy biz. Yo'llarni ayting, yo'llar ayniqsa zo'r. Uzun yo'lingizni qisqa qilishda bitta nimasi eskalatorlar ishlatib turibdi, paqirchalar ishlab turibdi. Bemalol kelib, bemalol mazza qilib dam olasiz. Tabiatni ko'rishingiz mumkin. Mazza, umuman nimaga gap yo'q. Tilimiz ojiz bo'lib, hozir gap ham topolmay qolyapmiz hatto. Ben Karimova Sharofatxonman, Farg'ona oblasidan Marg'ilon shahridan keldim. Sayohatlarimiz rosa yaxshi bo'ldi, mazza qildik. Oilaviy sayohat qilyapmiz. Ko'l-Qubon rosa chiroyli bo'lib ketdi. Katamaralari ham yaxshi ekan. Mazza qilib o'ynadik, dam oldik. Hammalaringiz ota-onalaringizni olib kelinglar, bolalar, o'g'il bolalar ayniqsa farzandlaringni, ota-onalaringni, ayollaringni olib kelinglar. Sayohat qilib, mazza qilib ketasizlar. Rahmat. Assalomu alaykum, mana Oxun boboy Baxtiyorman, Farg'ona viloyati Marg'ilon shaharidan. Shohmardonga mana Qirg'iziston tomonga o'tdik. Shohmardon tomonga postlarimiz ham yo'q, chiroyli. Batken tumani gubernatorlaridan Qirg'izistondan juda minnatdormiz. Chiroyli chiroyli kutib olishdi. Mana hozir Karatni darogada Ko'l-Qubon tomonga o'tib ketyapmiz oilamiz bilan. Mana oilamiz hammalari biz minnatdormiz. Ko'z tegmasin, bu qadrdonchilik bardavom bo'lsin. Turizmlar rivojlansin, kuchaysin. Qadrdonchiligimiz uzilmasin. Hamisha bir xilda qadrdon bo'laylik. Mana Batken televideniyasiga ham rahmat. Hammalari mana shu yerda turib o'tgan turistlarni hammalarini mana
syomka qilib nima qilish kutib olishyapti, kutadigan joylari bor ekan, hamma yoq chiroyli. Biz xursandmiz. Alimqulova Tursunxon. Men Andijon oblastini Ulug'nor tumanidan keldim. Shohimardonni hamma maqtagan edi. Mana Ko'li Qubbonga kelib o'tiribmiz. Havosi rosa toza. Yaxshi dam olyapmiz. Hammalarni dam olishga chaqiraman. Kelib dam olib ketinglar. Niye oldu? Tatlı olmasın. Sözü yokmuştu. Ay bak. Tamam bakılar.
Turizmga keladi yana Hech narsa bo'lmaydi. Birpasda yo'q, birpasda ketadi. Shohmardonga gap yo'q. Nasa qilaymiz? Ko'lqubonga gap yo'q. Kelinglar. Shohmardonga gap yo'q, kelinglar. Kelinglar, gap yo'q. Gap yo'q. Qurbon, ha. Qurbon qilingan joy o'zi. Biz televideniya bilan keldik. Ha, televideniya. Qayerdan keldingiz? Ayting, gapiring oladi. Oltariqdan keldik, damoga. Bo'pti, quvonish sherik ekansiz, ham olamiz. Olyapsizmi, oling shularni ham. Oltariqdan kelishdi. Yaxshi joy ekan, kelinglar hammalaring, damoga. Yaxshi-da. Qirg'iz xalqlariga ham rahmat aytib qo'yinglar. Qirg'iziston xalqiga ham Doimiy rahmat. ravishda sharoit qilib qo'ygan ekan mana. rahmat. Maza qilyapsizlarmi? Maza qildik, yaxshi dam oldik. Keng bu yoqqa. Joyinglarga bir narsa deb qo'ying. Gapirib o'tinglar. Yaxshimisizlar? Shohmardonga gap yo'q ketdinglar. Shohmardonga gap yo'q, mana maza qildik. Shohmardonga gap yo'q. Ana, qo'ndi bergan gapmiz. Qizilbuloq. Qizil nima dedingiz? Qizilbuloqda. Tut. Zamın çıkıyor. Allah sullah. Hop gel, Kırgızistan. Şöyle. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ağzından çıkardı yıldırımı. Abror aka. Televideniya olyapti. Rasmga bas, videoga olyapti. Inson, ha? Yana bitta kelyapti. Yoshda bor-da, ha? Nariyoqqa yo'qmasa ham bitta yo'qotdi. Yo'q. Bo'ladi, shuni keltirasiz. Hali o'tgan haftada bizlar o'rta jazirama bo'ldi. Sizlarda silindirdimi? Qatlisizlar? Quvadami? Farg'ona o'zi yonmas. 56 gradus chiqdi-yu. Qirg'izda ham shunaqa issiq bo'ldimi? Yo'q. Televideniya olyapti, baqiringlar. Qo'llaring ko'taringlar. Rejissor, ha? Shohmardon sevaman deydi. Yo'q, har bir boradi domlar. Hozir biror soatda tanarkan. Bunu da